O'zi aslida zooparklari uncha yaxshi ko'rmayman. Zooparklarda ko'p yurishni yoqtirmayman. Lekin kenguruni boshqa joyda ko'rish imkoniyati bo'lmagan. Aytirol. Bu yoqqa kelgan nima ko'rdim? Uf, hidi sassiq qaranglar. Chunki bularni joyda ko'ra olmaymiz. Bular kattaligini bularni ko'rshapalakli ham sassiq hidi-ya, mana mamlaqa sorti jinsidan ekan. Yomon hidi og'ir-a. Bu hidi bilaman chunki Bangkokda Fifi Islandga borganimizda ostrov ichida o'sha tog'i ichiga olib kirganda g'orda shu hid kelgan, juda og'ir hidi. Bu yerda burgut ekan. Burgut mana kattaligini. Uf, qanotini hamma joydan suv sepib turishdi. Yomg'ir havosi berib. Kstati, zooparklar ko'p yaxshi ko'rmasligim haqida aytayotgandim, lekin boshqa iloji yo'q, chunki bu hayvonlarni o'zini tabiiy yasham sharoitida ko'ra olmaymiz. Shu uchun majburmiz koalani kelib bu yerda ko'rishga, kengurularni ham bu yerda kirib ko'rishga keldik. Lekin yomon emas, bolalar uchun qiziqarli bo'ladi, chunki har doim ham ko'chada ko'ra olmaysiz bu hayvonlarni. O'shaning uchun bolalarga qiziqarli bo'ladi. Garchi biz kattalar ham bolalardek qiziqib o'zimiz ham yaqindan ko'rish imkoniga ega bo'ldik. Qaranglar, mana bu guldan monster derdik-ku, bizani uylarda o'stiramiz. Bu daraxtga chirmashib o'sib ketgan daraxtga tomir tutib pichoqlab olgan desam bo'ladi mana. Qarang, mana bu yaproqlarning kattaligini. Bu yerga koala bilan kengurularni ko'rishga keldik. Mana yotishini uxlab yotibdi koala. Mana bu Avstraliyaga tegishli bo'lgan hayvon. Uy, Tasmaniya janavari ham deyishadi buni yotishini. Uxlab yotibdi issiqda, bular issig'i ko'p yaxshi ko'rmasgan. Mana qarang, mana kattaligiga. Uyda bor edi, bir umr shundan bo'lgan bizda, monster derdik bunga. Kattaligini mana buni haqiqiy yurti bu yer ekan. Hovuz qushi issiqdan yotib olgan. Hozir kengurularni ham boqishga o'tamiz. Asosiy biz bu yerda koala bilan kenguruni ko'rishga keldik. Ana to'g'rida koalachalar. Hozir ularni borib boqamiz, keyin kengurularning oldiga o'tamiz. Daraxtlari juda ham katta, o'rmon ichida qilishgan. Bu boshqacha daraxt, mana oq tanali daraxt. Tanasi oppoq, shunaqangi tekis. Oldin mamlaqa bo'lar ekanda, demakki tozalanib tushib, keyin tekis bo'lib qolar ekan ustidagisi. Tushgandan keyin tepadagi mana daraxt kattaligini, bu вообще katta daraxt, juda ham katta. Ba'zi o'simliklarni biza uyda o'stiradigan o'simliklar, bularni yovvoyi o'rmonlarda o'sadigan o'zi tabiiy o'simliklar ekan. Bor ekan, ko'rdingizmi? Artiro? Mana bu daraxt ikkiga ayrilib ketgan. Buni kattaligini. Bu yerda tuya qushlari bor bu tarafda. Havo issiq bo'lgan shu hayvonlar ertalabdan ovqatlarni yeb inlariga kirib olishar ekan. Yuramiz, aylanib hozir ko'ramiz. Mana Avstraliyaning qo'ychalari pastakkina bo'lar ekan. Bo'ychalarni qarang, issiqdan hansirab qolgan. Bular bilgan qo'ylarimizda mamlaqa dumli qo'y bo'lar ekan. Mana buni bo'ychasini bo'yi bo'lsa tizamgacha keladi. Bo'ylari pastakkina bo'lar ekan qo'ylarini. Lekin yaxshi qarashgan, shundoq semizgina. Avstraliyada qo'y go'shtida umuman hidi yo'q. Chunki qo'ylari dumli qo'y. O'zi bizga ham aytishardi, dumli qo'ylarda go'shtida hidi bo'lmaydi deb. Go'shtlari juda ham mazali ekan. Maza qilib yedik qo'y go'shtlaridan. Oh, papugayni qarang, mana bu papugayni tashqarida
tabiiy hayotida yashab yuribdi mana bu papugayi. Qafasni ichida emas. Hech qayerda emas. Mana qarang, oppoq. Sochini ichi. Sochini ichida sariq. Mana oppoq, shu darajada oqki uni qochma, men senga tegilmayman. Toza usti. Oppoqqina. Mana bu daraxtlar zo'r ekan. Tekis o'sgan daraxtlar. Eri qiyshiq bo'lmagan. Mana. Nurik bu monster, bizani monster degan bitkimiz deymiz. Mana bu yerda bo'layotgan shekilli koala shovlari. Koala. Kel koala? Mana shu yerda bo'lar. Ana ko'rdim daraxt orasida. Here is sleep koala. Ana daraxt orasida uxlab yotibdi koalacha. Mana koala yotishini qarang. Uxlab yotishini qarang. Mana buni kichkina ayiqcha uni uxlashini qarang. O'tirgan joyda uxlab o'tiribdi uni. Chiroyligini. Mana uxlab o'tiribdi, oyoqchalarini qilib, uzatib. Qornini to'yg'azishgan, endi issiqda maza qilib yotibdi. Bu yerda o'tirib koalalar tomosha qilishar ekan, lekin bittagina koalacha bor ekan. Only one koala here? They will bring some more after. I think they will bring. Abitdan kelib chiqarishar ekan. Hozir bir donasi bor ekan bu yerda. Queensland, all the way down into Victoria and parts of South Australia as well. So up in Queensland, they're a nice light grey. They get for about. Endi davom qilamiz. Bu tarafda nima bor ekan? Kookaburra, red kangaroos. There's red kangaroos, white cockatoos, koala hospital bor ekan. Bu tarafdan yurib boshqa hayvon turlarini ham ko'ramiz. Papugaylarni bular ochiqda yurar ekan, papugaylar. Qochmaydi. Ya yaqinlashsang qochar ekan, bo'lmasa yurar ekan. Cockatoos ekan oti, oq cockatoos deyilar ekan bu qushlar bu yerda. Bu qushlari endi ana bittasini ko'rdim. Ana bittasi uchda mana. Bittasi mana bu yoqda ekan, mana tepada yotibdi. Shoxada yotibdi. Mana bu yoqdagisi ham mana bu shoxada. Ko'zini ochgan, tomosha qilib o'tiribdi. Shundoq o'tiribdi. Bu avstraliyskiy ekan, Kanadada ham ko'rdik. Yonidan hatto 1,5 metrcha yaqinlashganda bu yerdagisi. Mana bu yerda ekan, mana pastda. Ana u yoqda tepada. Pastda, pastda o'tiribdi. 3 xil boyqush. Gapirarkan, buni qarang. How are you? Bu salom berdi. Hello dedi. Gapirarkan, buni yaqinlashtiraman. Lekin cho'qib olishi mumkin. Hello. Papugaychik boshqacha papugay ekan. Hello. Oh, you want to bite you? Yeb ko'rmoqchi bo'ldi. Chundak bilan ushab turar ekan, Artur qara. Gagasi bilan chundak bilan ushab turar ekanda, osilar ekan uni. He go and get the food. Ana ovqat tashladik hozir, o'shani yeyishga tushyapti. Oldi. Osh bo'lsin. Ana. Ini jasma oyoq yo'q, qara. Ya. Oyoqlarini qo'lda ishlatadi. Olib, ana oyoqni arasidan olib chiqir yeyishga boshladi. Nargisi ham keldi. Tojini ochdi u. Yum yum. Ovqat yedi. Yaxshi ekan gapirar ekan. Mana tepada qushni qara. Mana tepada ham o'tiribdi bitta. G'alati hayotim bo'yicha hech ko'rmagan qushlarni ko'rdim bu yerda, jonli. Mana tepadagiga qara. Bu qanaqa qush ekan? Mana shu yerda turgan ko'rsizmi? Qushi tirik. Живой qush mana harakat qilib o'tiribdi-yu. Qanaqa qilib tirik qush bo'lmaydi? Bu qushni oldinchi qatta ko'rmaganman bunaqangi qushlarni. Daraxtlari balandligini.
Endi pelikanlar tarafiga kelyapmiz hozir. Mana kukubara degani mana shu qush bo'lar ekan buni. Bu yerli qush. Mana turib tepada turgan ham kukubara mana. Mana shu kukubara degan qush mana shunaqa bo'lar ekan o'rtoqlar. Hozir ham videoga oldim, rasmga oldim. Bu yerda pelikanlar bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Chunki bu yeri okeanni bo'yida pelikansiz bo'lmaydi. Kattaligiga, gagasini kattaligiga pelikanlarni. Ana yana bitta kukubarani ko'rdim. Kattasini ko'rdim yo'da. Kengurularga ham keldik mana o'rtoqlar. Mana bu yerda kengurular, bular kichkinalari. Hali ochiqda qo'lda boqamiz bularni, mana yotishibdi. Sakrashini, dinkilla. Shu sakrab turib, oyoq bilan bir dumun ustiga turib tepsa bor, uchib ketamiz 3-4 metrga. Uchib ketib, mana bu rishotkalarga ham tegib, bu yerdan papugaychiklar ekan. Voy ranglarni chiroyligini, yashil, голубой ranglar. Qanday chiroyli ekan ranglari. Juda ham chiroyli ekan. Mana kengurushkalar. Voy bularni chiroyligini. Sen sichqonchaga o'xshaysanmi, a? Qo'limni olib qochmaydi yana. Sen sichqonchaga o'xshaydi-ku buni surati. Sichqonchaga o'xshar ekan suratini. Paketda. Bularning ham har xil sortlari bor. Mana qarasangiz xuddi yondan sichqonga o'xshar ekan. Mana buni. Kristachaga o'xshar ekan, faqat boshqacharoq variantda. Yemadi, tashladi u yoqqa. Olib yesangchi, qo'lda boqish kerak ekanda. Buni ana qo'lchalar bilan ushlab yedi buni. Yeyishini. Kangurumuz sichqonchaga o'xshar ekan, u yoqda ham kangurularimiz bor mana. Qo'lida olib yeydi, bersak. G'alati ekan-a, bashirchasi, chuntachasi uzun ekan, u yoqda ham yotibdi. Hozir bularni uyqu vaqti ekanda, ertalab qornin to'yg'azishgan, endi uxlashgan. Mana bu yoqda ham bor mana. Yesangchi. Ana oyog'ini ustiga turdi, qo'lchalarni. Da kengurular yurtida, Avstraliyadamiz, Sidneyda. Melburnga borganda ham Melburnda ham kiramiz. Archiroq hozir boqish bilan ovora. Ularni qornlar to'ygan, o'shaning uchun yotishibdi. Mana bu yerda kristachaga o'xshar ekan. 13 bilan 17 kilogacha bo'lar ekan arasida bu yerda. Sirasi so'yish kerak bunları. Darrov so'yishni o'ylaydi. Mana bu yerda keyin o'qib chiqamiz nimalar yozilganligi haqida. Bularni sorti haqida yozilgan. Bu boshqachasi. Bu odamdan ham balandlari bor. Ularni ham keyin olamiz videoga. Qizil kangurularga keldik. Mana bu yerda yozilgan. Bu kangurular 18 bilan 90 kilogacha bo'lar ekan. Bulari bo'yi 85 santimetrdan 2.1 metrgacha yetishar ekan. Hozir ko'rgan kengurularimiz 70 bilan 76 santimetrgacha boradi. Oyog'ini ustiga turganda bular qizil kanguru deyilar ekan. O'zi обычный mana bu ko'chalarda yurar ekan, aylanib park ichida yurar ekan, lekin hozir yopib qo'yishgan, yotishibdi. Yotishlarini maza qilib uni uzini olib yotishlarini. Ana u yerda bolachasi ham bor. Bolachasi ham bor, faqat qani balki kelarmi? Yo'q, kelmadi. Otinglarchi, opa. Yo'q. Qizilcha, qani sen bo'tga ovqat beramiz, ha? Tumalading. Mazza qilding. Ke bu yoqqa. Bunisi eshakka o'xshar ekan basharasi. Bu kenguruning murdasi eshakka o'xshar ekan. Uzr endi shunday deb aytdim. Endi bular hayvon turlari bo'lgani uchun bir-biriga o'xshaydi. So'nishda natijada odam emas bular, to'g'rimi? Dumini uzunligini, dumlarning uzunligini. Endi davom ettiramiz. Balki bu taraflarda ham bordir.
kengurulari ham farklı sortlari bor ekan. Qizili, bilmem ismlar bilan chiqqan shunaqasi bunaqasi deb. Biz конечно kenguruni faqat bitta deb bilamiz, bitta kenguru biz uchun. Bu yerda ularning boshqa jinslari ham bor. Hozir koala bor ekan naryoqda. Yana borib o'sha koalalarni ham ko'ramiz. Yotibdi, ikkitasini ko'rdik. Judayam sekin harakat qiladi koalalar. Maza qilib uxlashadi. Oy, suv qatdan keldi desak, suv sepib o'tirishibdi bularga. Mana ovqatlarni qo'yishgan bularni, tuxum, sabzavotlar qaynatib qo'yishgan. Voy, suv keldi. Mana basharasini qarang, buni qo'rqinchligini. Judayam xunuk ekan bu boyqush. Bitta nuqtaga qarab o'tiradi, og'zi ochiq, umuman qimirdamasdan o'tirar ekan. Bunisini uxlab o'tiribdi bular. Voy, ko'zlarini, qoshlari ham bor ekan bunisini. G'alati ekan. Yana qanaqadir hayvon borligi haqida yozilgan bo'ldi, lekin unaqa hayvonni ko'rmadim. Bular yeb qo'yadi u hayvonni ham. Bu yerda mana bu hayvoncha bor ekan, ismi Wombatus ursinus ekan ismi. Bu 80-130 cm bo'lar ekan, 17 ila 40 kilo bo'lar ekan arasi. Bu kirishda ham boshida yotuvdi, kattagina, kallasini kattaligini. Bu yerdan kengaytirib bo'lmaydi, lekin yaqinlashtirishga harakat qilyapman. Ammo yaqinlashtira olmaymiz kameradan. Chunki faqat ko'rishimiz mumkin. Qora papugaylarning oldiga keldik. Mana bu yerdagilar endi qora papugaylar. Dumini uchida oranj chizgilari bor, ustida sariq nuqtalari bor. Chiroyli ekan, bu ham g'alati ekan, Hech ko'rgan, bilgan papugaylarimizga o'xshamas ekan. Papugaylar bu yerda rang-barang qushlar.